Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 28 noyabr 2025-yil Andijon viloyati Asaka tumani Toshtepadan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan semental sistemda buzoqlar bor akalar. Tozalaridan olaman deganlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan laykni bosib, Telegram guruhlariga, chorva ishqibozlariga videolarimizni podelitsa qilib qo'yish esdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol telefon qilib savdo qilib olaverasizlar. O'ta haligi yirik tug'ilganlaridan hammasi ham akalar xohlasa sog'lom kelib bir qator o'zingizlar ko'rib olaverasizlar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotib turganlar obunani bosib qo'yinglar. Har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Buni qaranglar, polvonda. O'ta go'zallaridan. Xo'p, buzoqlarimiz akalar 3 kunlikdan 15 kunlikgacha ekan. Mana shu ikkalasi buqa. Mana shu bilan monosi. Qolgan mono 3 tasi xunajini. Buni qaraylik. Polvonli. Xunajin so'raganlar ham aslida sistemda so'raganlar juda ko'p edi. Sigirtaga qo'yib boqishga yoki sut bilan katta qilib olaman o'zim, sal puli arzonroq bo'ladi, kattasini olgani pul yetmayapti deganlarga buni qaranglar. Lekin haqiqatda o'zingizlar ko'rib turibsizlar, o'ta haligi yaxshi tug'ilgan lo'g'on bo'zaklardan. Bemalol sigirtaga tashlasanglar ham, ana qilib qo'lda sut bersanglar ham bo'laveradi yo'llari. Hammasi oq kiprik, oq tumshuq, katta semental sigirlarni bolalar akalar. Kelib o'zingizlar bemalol ko'rib olaverasizlar. O'zi ustida ko'rsanglar, buzoqlar to'g'risi juda chiroyli, yaxshi tug'ilgan buzoqlardan. Rangi-ro'ylari ham hamma narsasi joyida. Ichkarida mana issiq joyda turibdi ekan. Shuni joyida ko'rsatib qo'yaveryapmiz. Endi tashqariga olib chiqmadik, boshqa qilmadik. Mana qaranglar. Haqiqatda suyagi polvon buzoqlardan. Bemalol sut berib baqlasanglar bo'laveradi. Ular o'ta sutga tashna bo'lib ketdi. 3 dona xunajin, 2 dona buqachasi bor, aytib o'tganimizdek. O'y, yemyapti mana bu. Eng polvoni mana shu ekan qizili. Lekin hammasi ham mana ko'rib turibsizlar. Dashi hali 3 kunligi ham 15 kunligi bilan teng. Bo'y basta. O'ta chiroyli tug'ilganlar. 3 dona xunajin, 2 dona buqasi bor. Imkon qadar 5ovi bir joyga sotiladi. Xudo xolasa 5ovini o'zi katta qilib olsa ham odam baraka topadigan toza narsalar. Imkon qadar bir joyga sotiladi akalar. Inasi 35 ta sut bergan sigirlar. Inalari 35 tadan sut beryapti turgan sigirlar. O'zi buzoqlarning holatini ko'rib turibsizlar, misol ishqibozlari ham, boqayotganlar ham yoki qiziqib ko'rib tomosha qilib yurganlar ham farqiga boradigan darajada ajralib turadigan buzoqlar. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar, narxi hammasi bir joyga bo'lsa 15 million 500 ming so'mdan narx so'ralyapti. Kimga ma'qul kelsa telefon qilib savdolashaverasizlar. Davosini, xunajinni hammasini imkon qadar bir joyga olib boqinglar, izlaganlar, so'raganlar ana tayyor. Ekrandagi nomerlarga tezda aloqaga chiqib, kelib xotirjam ko'rib olaverasizlar. Buzoqlarni ustida ko'rsanglar, ochiq gap pulini bemalol ko'taraveradigan buzoqlar. Oshiqcha nima qilingani yo'q. Hammasi o'zini tutib qolgan holatlarni ko'rib turibsizlar. Mana tuyoqlar. Hozirdan tikka stakan tuyoq yaxshi tug'ilgan. Sortini, sifatini farqiga borib, yaxshisi chiqsa olib boqaman degan odamga behijolat ma'qul kelaveradi. Sog'ligini, holatlarini ko'rib turibsizlar. Hammasini oyoq qo'llari butun. Xohlasa olib boqaman degan odamga tayyor. Bak. Onka uni qaranglar, to'q qizillaridan. Dumida oqigacha bir xil. Realni olaman degan odam telefon qilib kelib ustida ko'rsa, buzoqlar yoqadigan. Tashab ketadigan buzoqlar emas. Dastlabki xizmatlari yo'q. Kelib ko'rib o'zingizlar olib ketaverasizlar. Bular hozir shoxlar kuydirilmagan hali? Yo'q, o'zi bir ikkitasi to'qol. Bir ikkitasi ham zavodga, mana shu Novosam zavodga to'qolga o'xshayapti. Shoxlarni ham o'zingizlar kuydirib olasizlar ekan. 3 kun.